Hurmatli hamkasblar. Surxondaryo viloyati Qiziriq tumani Mustaqillik mahallasida joylashgan 30:00 kontur dalasida turibmiz. Hozirgi holati ko'kat egilgan birinchi mavsumiga, ikkinchi mavsumiga yer yong'oq mahsulotini bir xil qilib hamma joyiga 19 gektarga ektiramiz. Yoshlarga berilgan bu joy har biriga 1 gektardan bular ekish, urug' olish, mexanik mineral o'g'it sug'orish hammasi bo'yicha ekinni sotish, mahsulot sotish bo'yicha bir faiz korporatsiya ochganmiz. 19 ta yoshlar birgalikda. Hozirgi kunda Qiziriq tuman xalq banki xodimlari biriktirilgan bu joyga ishlab chiqarish bo'yicha, mahsulot yetishtirish bo'yicha, sotish bo'yicha bankam biriktirilgan bizning mahallaga. Shu mahallada men mahalla hokim yordamchisi bo'lib ishlayman 3 yildan beri. Mana birinchi sezonda yaxshi daromad bo'ldi. Sotdik, amalga oshirdik shu loyihalarni. Ikkinchi bosqichimizda yer yong'oq mahsulotini yana shunday qilmoqchimiz. Shu ishlarni amalga oshiryapmiz.